tepadagi nima turibdi-yu? Qabrga o'xshagan narsa. Aslida u qabr emas, shunchaki belgi miramirga yozib qo'ygan. U odam ato bilan momo havoni yer yuzida uchrashgan joyi. Alloh taolo jannatda odam ato momo havoni yaratib turib aytdiki, hamma yo'lni sizlarga muboh qildim. Xohlagan mevadan yeringlar, illo mana shu mevaga yaqinlashmanglar. Agar yaqinlashsalar, fatakuna minal zolimin, o'z nafsiga zulm qiluvchilardan bo'lib qolasizlar deb ogohlantirdi. Aslida men bir insonga zulm qilsam, meni zolim demaydi. Kimki shu sinov dunyosida o'zini jannatga olib kiradigan amallar qilib qolmadimi, o'sha insonni Alloh taolo Qur'onda zolim deb atayapti. Ya'ni odam ato momo havoni bu yerdagi insonlarning hech kimi muhokama qilishiga haqqi yo'q. Faqat odam alayhissalomning zimmasiga yuklatilgan vazifa bizning zimmamizda bor ekanligi. U ham bo'lsa nima? Alloh taolam bizga ko'p narsalarni nima qildi? Halol qildi, illo ba'zilarini harom qildi. Agar o'sha harom qilgan, taqiqlagan narsalarga qo'l uradigan bo'lsak, biz ham o'z nafsimizga zulm qiluvchilardan bo'lib qolamiz. Ana endi o'sha surani davomida aytadiki, shayton kelib turib aytdiki, Allohning nomidan yolg'on qasam ichib, nima uchun Alloh bundan qaytardi bilasizlarmi? Agar bu mevadan iste'mol qilsalar, sizlar farishtaga aylanib, abad jannatda qolib ketmasliklaring uchungina bundan qaytardi deb yolg'on qasam ichgandan keyin ishondidan odam ato haligi mevani olib bir tillik o'ziga, bir tillik momoxonaga beradiki, kiyimlari yo'q holatda bo'lib qoldi. Avratdan qo'llari ila bekitib, jannat daraxtlarning yaproqlaridan so'radi, biz ham Allohga osiy, gunohkor bo'lishni istamaymiz dedi-da, hech qaysi daraxt yaprog'idan bermadi, illo anjir daraxti berdi dedi. Shuning uchun anjir daraxtini o'tinini yoqib turib, agarotga solsangiz, ana shu agarotga qurt qumursqa tushmaydi. Lekin yolg'on ma'lumotlar ham tarqalgan kitobda u nima, qaysi xonadonda yoqilsa anjir daraxti va qaysi uylarning ustidan uchib bo'lsa, o'sha yerga faqirlik, kambag'allik keltiradigan noto'g'ri ma'lumotlar tarqatilgan anjir haqida. Keyin anjirni mevasini yesangiz ham hazm bo'lmaydi, tanaga singib ketadi, illo o'sha odam ato bilan momoga yaxshilik qilganligini ajlidan. Va mana shu yer yuziga bittasi Makka tog'iga, bittasi Hindistondagi toqqa tushirilgan. Odam ato bilan momoga ikkita joyga. 300 yildan keyin uchrashgan, mana shu Arafat tog'ida uchrashgan. Shuning uchun Jabalur Rahmat deydi. Buni Rahmat tog'i deyiladi va Arafat tog'i ham deyiladi. Payg'ambar alayhisalom umri mobaynida 4 marta umra qilgan, 1 marta katta haj qilgan. Mana shu joyga kelganda hatto payg'ambarimizdan tog'ning ustiga chiqmay shu yerdan qaytgan. Shuning uchun chiqilmaydi. Ko'pchilik o'zi qabrda bo'lib o'sha qarab duo qiladi. Aslida bu yoqqa qarab duo qilinmaydi. Arablar to'g'risida bu qilayotgan amaliy shirk. Ka'baga qarab, musulmonga qarab duo qiladi. Bu yerda qilingan duolar ijobat degan Arafatdagi duolar. O'shaning uchun oxirida nima duo qilib shayton tarqalamiz.